Assalomu alaykum qadrdonlar, hammanglarni xonadoningizga fayzu baraka va nihoyat Shuhrat aka Qarsilamaga bormaysizmi? Ukalaringiz kelibdi-yu degan odamlar uchun. O'rtoqlar, mana Qarsilamani originalida va Saydullo ukam bilan birgalikda Padariginali bilan. Padar. Bu yerda ideya bergan odam ham bor hozir ichimizda. Mana shuni ichiga masallig'iga yuragini baxshida qilib, elimizga mana namoyish qilib, hamma maza qilib yeb kelyapti. O'rtoqlar, Eng qizig'i o'shda ochdik, kelmadilar. Chorsiga olib keldim oxiri. O'zini joyiga o'rtoqlar. Yuring dedim, Somsa. o'zini shu markaziga, Qarsillama Somsani chiqadigan markaziga keldik. Saydullo bilan o'tirib hozir shuni men yeb beraman. Uzr so'rayman hammadan, Xudo xohlasa. Baho berasiz-da. Ha, mana Manas shaharchasida O'shda ochildi, Manas shaharchasida ochildi. O'zgenda, No'qotda bular qoyil erinmaganinglar. Hali Xudo xohlasa yana ko'p ochamiz. Ha, Surxondaryoga. Endi respublikamiz deyarli hamma joyda bor. Endi Qarsillama degan nimaga endi Qarsillama degan savoliga hozir men javob olaman, Xudo xohlasa. Qani? O'rtoqlar, kelinglar. Hammamizga yoqimli ishtaha. O'zini Qarsillamani o'zini napitkalari bilan voydan kim qiladi buni? Qara. Erinmagani qara bularni. Voy dod. Qani bismillah. Aka, bir qarsillating. Qani. Bismillah. Qarsillar ekanmi aka? Ovozni yaqinroq qiling. Ha. Eshitdinglar. Voy dod. Haqiqiy Qarsillama Somsa.